Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan Mariyalida Mengeli kontor. Bo'pti. Har vaqt oldiga borishimiz kerak. Ha, o'tgancha bo'ldi. Bizga yangi mer saylandi. Uning ismi Arbek ekan. Yellamadi bolla qani. Hervar. Qattasan. Qattasan Hervar. Oh, ana ekansan. Nima bo'ldi? Mana bizga yangi hokim saylanibdi, eshitdingmi? Kechirasiz hokim. Salom mer. Salom mer. Mer, bugun bizga qanaqa topshiriq bor? Sizlar shaharga borib, ehtiyotkorlik bilan bar yerda olib kelishinglar kerak. Nima? Siz joydami? Shaharga boramizmi? Ha, shaharga borib olib kelasizlar. Hervar qisib tur, o'tirmaydi. Shaharga borib bar yerda olib kelasizlar. Yaxshi. Qani ketdik. Men de chiqqan. Ha, unda shaharga ketdik. Wow! Yetib keldik. Shahar. Lekin shahar shunday bo'ladi. Bu yer uncha zo'r. Wow, men bu yo'lga oldin kelganman. Shu yerda birinchi marta ko'rganimda qo'lim ketgan. Qanday qilib? Buni tarixi o'zi. Senga aytib bergandim-ku. Yana bir marta aytib ber. Yaxshi, qara. Zamon o'sha paytlari yaxshi, shaharga ham yetib kelib oldim. Qo'yil, bu shaharda zo'rligini uyardi, hamma yo'g'ini. Wow! Sen kimsan? Qaroqchimi? Yo'q aka. Bar pulini chiqar. Yo'q. Hey, sen kimsan? Ha, qaroqchimisan? Men Bahodirman. Bilmasang, bilib ol. Sen bilmasang. Qani jang qilamizmi unda? Qaroqchi. Yo'q. Nima bo'ldi? Nima? Salom, men aytdim nima qilayotganini? Ha, sizni biz topib oldik. Topganimizda bir qo'lingiz uzilgan ekan. Sizga temir qo'l qo'ydik. Nima? O'zimizda bor kiyimlar bilan kiydirdik. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Kim bu? Biz uni olib keldik. Bechorani bir qo'li singan ekan. Bechorani bir qo'lini uzib tashlabdi bu yerdagi mahalliy qaroqchilar. Kimsan sen? Qayerdaman? Men ismim Geligontor. Alp Bahodirman. Alp Bahodirman. Bitta qaroqchiga jangda yengildim. Shuni deb bir qo'limdan ayrildim. Anotdi. Ismim Geligontor deymi? Ha, senikichi? Meniki Asadbek. Siz unga erkinlik bering.
Yaxshi. Bir qo'lingga nima qilgan? Singan. Butunni birga olib ketgan. Ha, sen ham og'ir ekansan. Demak, o'ng qo'lingni, chap qo'lingni endi umuman ishlata olmaysan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin taqsang bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Yaxshi. Nima qilamiz? O'sha o'g'rini ushlashim kerak. O'zi bu yo'lga qirol bilan maslahatlashgani keluvdi. Quroli qaytdi. Qirol mana shu yerda bo'lishi kerak. Men chiqaveraymi? Yo'q, shart emas. Temir qo'l bilan ancha yaxshi. O'rgana olmayapman temir qo'lga. Mana bu Haqiqiy qo'ldek bo'lmas ekan. bular kim bo'ldi? Endi bilmadim. Bular oddiy odamlar-ku. Yo, bu nima? Ketdik, orqamdan yur. Qirol narigi minorada bo'lsa kerak. Ketyapman. Bu yerda ikkita minora bor. Ha, qilib qo'ydik-ku. Mana. Qirol. Qarasan. O'l bahodiri o'xshamaganidir. Nega bir qo'ling temir? Eshitdim. Sani qaroqchilar to'ynab ketibdi. Shunaqa lattal bahodirimisan? Nima deding? Nima deding? Nimani qatl qilaman? Meni sensirami? Shunday kiyimlarimni ko'pligini ko'ryapsanmi? Senda hayotda bunaqa ko'p kiyim bo'lmaydi. O'zini o'yinchilarimdan o'psan kiyimlarda. To'g'ri. Men bunaqa bo'lmasman. Lekin har doim sen umuman bahodir bo'la olmaysan. Seni bir qo'ling yo'q. Yo'q. Meni nimaga chaqirgandingiz unda? Shunchaki axir hamma biladi-ku. Alp bahodirlar bitta kam bo'lsa hech kim bo'lmasdi, hech bola bo'lmasligini. Seni chaqirganimning sababi sizlarda baryer turgan xavfi bor. Baryerni bu yerga olib kelishlaring kerak. Nima deding? Axir baryer bo'lmasa, bizda hamma yo'q qurg'uvchilikka uchrashi ma'lum-ku. Menga farqi yo'q. Yo'q. Kechiring, qirol. Lekin men bunga qarshiman. Voy, nega kimdir o'ldiryapsan? Qirolni o'ldirdim. Hozir. Yo'q. Nima qilyapsan? Mana buni sindirishim kerak. Ichida baryerni klonini ham qo'yib qo'yibdi, soxta baryer. Qara. Ichiga soxta baryerni ham qo'yib qo'yibdi. Qanday nas bosgan qirol bu? Mana bunda nima bor? Hech qanaqa ustosh yo'q ekan. Qo'y. O'sha la'nati qirolga hech qachon baryerni bermayman. Urinib ham ko'rsinchi. Ketdik. Hech kim qirolni o'ldirganimizni bilmasligi kerak. Bo'ldi. Ha. Qalay, qirol bilan suhbat yaxshi o'tdimi? Albatta. Hozir men endi Xo'sh, yaxshi. Aholiga so'zim bor. nima deydi? Aholi! Men o'zim Harva Asadbek Pama bilan birga qirol o'sha yaramas qirolni sizlarning zulmlaringdan ozod qildik. Meni xohlasalaring
Yo'q. Nima bo'ldi? Yo'q. Yaxshi. Qamoqda bo'lsam, qamoqdaman. Qamoqda bo'lsam, qamoqdaman. Unida bir bola bor. Kimsa? Gelkontor qalaysan? Bu yerda. Nima qilyapsan? Mana ozod qilgani keldingmi? Da. Bu yerda nima qilyotding? Ha. Ular meni qamashdi. Hozirroq qayerga qochishimiz kerak. Bloging bormi? Yo'q, menga tasha. Bir dona bor ekan. Ber. Mana bu yerda sindirish kerak endi. Qochdik. Qayerda? Men orqamdan kelyapsanmi? Yo, sen orqangdan yuraman. Ha, bu yoqdan qanaqa qilib qochish mumkin? Yer tagidan qochib chiqib ketamiz. La'nat, temir qo'lga urgan olmayapman. Nega vaqt ortimga qoldi? Yo, men chiqishim kerak. Bo'ldi. Qochamiz. Ana bu yerda bir bola bor. Yo'q. Biz boshqa viloyatga qochamiz. Mayli, men bir viloyatni bilar edim. Ha, mana shu tomonni men ham bilaman. Nomi Argent. Hozir men ham yuryapman. Ketirasan, ketib qoldi. Hech qisi yo'q. Solgina uzoq ayrilay. Qani? Xo'sh. Qani? Yo'q, mana lekin harbiylar o'tiruvchi baza. Meni ham qonim ochib. Xo'sh. Ana ko'rinyapti. Ko'rdingmi? Ma'mur ham shu payt yo'qadimi hozir? Qo'l bo'lib ko'ramiz bu yerga. Yo'lda qidirilmayapmiz. Yaxshi tomoni. Munchalar ko'psilar. Ha, bu yer aholisi ko'pligi bilan mashhur. Hali men buncha ko'rmagan edim. Kiryapman men boshqa joyga. Men kavlagan yerlardan kirsang ham bo'lardi-ku. Mana bu yerga sindirsang. Bo'l, yopib qo'y, hech kim bilmasligi kerak. Kiyimimizni almashtiramiz. Yaxshi, almashtirib olik. Bobomurod, qiz bolaga o'xshab qopsan. Tepadan nimalar uchib yuribdi? La'nat, uxlash kerak. Uxlaymiz. Choy beringlar. Iltimos, choy beringlar. Mana shu yerda uxlayman. Iltimos, choy beringlar. Yaxshi joy berishdi menga. Menga ham berishdi. Juda mehmondo'st aholi ekan, ha? Ha. Zombi. Vau, hamma yoqda uylar bir xil ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Voy, go'lim do'qmang. Menga otini o'rnagasan. Nega aslahalaringni kiymading? Men yirtib olganim qulashimdan. Elektron taqib olaymi? Yo'q. Sinib qolmasin taqib joyingda. Joyim bo'lib qolsa qachon. Yaxshi.